boshqacha yo'l qidira boshlaydi. Misol uchun, jinsiy holatimni katta qilaman deb qabulga kelishi mumkin. Yog' o'zi umuman tanamizdagi yog' qanday hosil bo'ladi? Bu kimdadir jinsiy olatni qalinligi, ingichkaligi, kaltaligi hisobiga qorin chiqa boshlaganda olat ko'rinmasligi, umuman jinsiy aloqaga bo'lgan ishtiyoqni pasayishi yoki umuman xohish yo'qolib qolganligi yoki aloqaga qiziqish yo'qolib qolganligi shikoyati bilan aziyat chekib yuradi. Lekin buni hal qilishga boshqacha yo'l qidira boshlaydi. Misol uchun, jinsiy holatimni katta qilaman deb qabulga kelishi mumkin. Bu xato tanlov hisoblanadi. Chunki gap holatni kaltaligida emas, balki qorin atrofidagi yog'ning ortiqchaligi, semizlik, yog'ni ko'p yig'ilayotganligi, ko'kraklarda yog' yig'ilayotganligi hisobiga tanada gormonal o'zgarish keta boshlaydi. Estrogen degan gormon yoki kortizol degan gormonlar hisobiga, stress gormonlari hisobiga tanangizda yog' almashinuvi buziladi va yog'ni ichida sizni aromataza fermenti hisobiga testosteron yig'ila boshlaydi. Bu testosteron gormonini aromataza fermenti o'g'irlay boshlaydi. Natijada qorin atrofida yog' yig'iladi. Ozsiz teskari proses ketadi va testosteron ko'tarila boshlaydi. Buni ozgan, operatsiya bilan ozgan odamlardan so'rasangiz aytishi mumkin. Men operatsiyadan keyin ozdim, quvvatim yaxshi bo'ldi.